Qani xotin, choydan ber. Choy bormi o'zi? Va, bor ekan. Va, mazza bo'pti bori. Xotin endi shu desang, obunachilarimiz bizdan yangilik so'rayapti. Shu desang, yangilik qachon endi? Sendan men ham bir so'ray chiqani? Bilmaysanmi? Sen bilmasang men bilamanmi? Nima deymi hozir obunachilar? He, obunachilar uyalib kirib ketdi-ku. Yangilik yo'qda, qarochi. Jetellar, bu yerda nima bo'lyapti? Kimdir bana yerga sandiq tashlab ketibdi. Sandiq. Mana bu kompotmi? Kompot. Qanaqasi? Gilosligimi? Jinimisan bu youtuber kompot. Tushunarli. Bu sandiqni olib tasha olmayapsanlarmi? Kuchimiz yetmayapti. Hozir mana gigachat ko'taradi-da. Hozir mana. Yomon ekan-ku bu. Ikkinchi urinish. Ay, belim tortib qoldi, girjam qo'zg'adi. Ko'tara olmading. Ko'rdinglarmi, qo'rqib qochib ketdi oxirida bu yalganidan. Ko'tara olmaydi, bu yoshimda kuchi yetmaydi. Hattoki janob berdi ham kuchi yetmasa kerak. Qaysiga aytding janob berdi kuchi yetmaydi? Nimaga kuchim yetish kerak? Qayerdan keldi? Qani sandiq bu? Qarochi, osmondan tushdi janob ber, sizni kuchingiz yetadi, hazillashdim. Yaxshi. Mana bu kompotmi? Kompot. Nima bo'ldi? O'sha sandiq osmondan tushib ketdi-da, kompotni boshiga kelib urdi. Bechora o'lib qolibdi-ku. Shunaqa ko'tara olasizmi? Hozir mana. Meni ishlarim bor edi, o'sha ishlarni qilishim kerak. Buni ko'tarishga vaqtim yo'q, qarochi. Xullas, joyxona aytasizlar, kimdir aytib olinglar, men ishlarim bor edi. Stop aytgancha xotinim chaqirgandi, bo'pti, men choy ichib kelay borib. Xotin qul bo'lib ketyapti, janob meram. Eshitib turibman, xotin qul emasman. Eshitib turgan ekan, qo'shni. Bilmasdan gapirib o'rib bunda. Bittalar borib jo'xa chaqirib keldi, jo'xa ko'tara olsa kerak. Qayerdan bilasan jo'xa ko'tarishni? Jo'xa ham ko'tara olmaydi. Aldaysan-ku. Aldaganim yo'q. Va, mazza qilib choy ichdim bor endi. Xotinni oldiga kelaylik. Xotin, nima qilib o'tiribsan? O'tiribsanmi? Mayli o'tirgan bo'lsang. Kaloshdek Jo'xa. Nima deysan? Momo yuzaga keldi, ko'chaga yur davay. muammo hozir sodir bo'lishi kerak edimi? Keyinroq sodir bo'lsa bo'lmasmidi? Bilmayman, tezroq kel. Mayli, bo'pti xotin hozir men muammoni hal qilib kelay bo'pti. Uyda o'tir indamasdan. Kimdir kelsa eshitni ochma, hoppa aqlli qiz bo'lib o'tir qarochi. Qanday muammo sodir bo'ldi ekan ko'chada? Ko'chani o'zi bitta muammo bo'lib yotibdi. Ko'chada hech kim yo'q-ku. Qanday muammo ekan? Jeteldan so'rayin. Voy Jetel, qalaysan? Jo'xa, tinchmisan? Tinch. Qanaqa muammo sodir bo'ldi? Qanaqa muammo? Bitta Jetel kelib aytdi-ku, ko'chada muammo sodir bo'ldi deb. U muammomi? Qaysi? O'sha sen aytayotgan muammo. Qanday muammoni aytyapman men? Bilmayman, qarochi, bor yo'qol asabimni uzma. Asabimni buzma deydi. Men asab, sen gap, menda ham asab bor. Qani, bu yerda nima bo'lyapti? Nimadir bo'lyapti shekilli. Voy Jetellar, menga qaralaring. Voy Jetel, menga qara, voy. Men qara deyapman. Nima menga hello deysan? Qarochi, mana nima, kompotmi? Kompot, gilosligi. Jinnimisan, youtuber kompot bu. Qarochidak nima bo'ldi bu yerda? Bu sandiq, qanday sandiq? Qarochi, ertalab kompot yo'ldan o'tib ketayotgandi. Keyin ustiga birdan shu sandiq kelib tushdi-da, birdan shunaqa bo'lib qoldi. Buni olib tashlay olmayapsizlarmi? Yo'q, hattoki gigachatni ham kuchi yetmadi. Keyin janob ber keldi, janob berda ham kuchi yetmadi. Meni ham kuchim yetmadi. Seni kuching qayerdan? Sen gigachatni kuchi yetmagan. Unda men nimaga chaqirdilaring? Seni kuching yetsa sen olasanmi degandik-da. Meni kuchim yetadimikan hozir? Men kuchim yetmaydi, bu juda og'ir narsa. Mendan ham og'ir ekan. Kuching yetmaydimi? Yo'q, qayerdan yetadi? Biz seni maqtabmiz, janob berga jo'xa kuchi yetadi deb. Maqtagan bo'lsanglar borib, maqtamabmiz ekan deb keyinlar. Unday deya olmaymiz. O'zing borib janob berning oldiga aytki, bu muammoni qandaydir hal qilish kerak. Ekskavator chaqirish kerak, nimadir qilish kerak. Bo'pti, hozir boraman. Janob mer qayerda? Uyiga emas, to'g'ri xotinning oldiga ketgandi. Bo'pti, xotinning oldiga biz hozir borib gaplashib kelaman. Xotini ko'rinyapti, lekin janob merda o'zi ko'rinmayapti nimadir. Yanga qalaysiz? Yaxshimisiz jo'xa? Qani janob mer? Ishxonalarga ketdilar. Bo'pti, rahmat, kechirasiz, uzr, sorry, bro emas, sister. Voy Jetellar, nima aldadinglar? Uyda emas ekan u. Uyiga ketgandi, shunday tez ishini bitiribdimi? Qanday ishini? Choy ichaman degandi. Choy ichgandirda bir piyola choyga fan qilib ichadi, tamom. Mana ishxonada o'tiribdi-yu, o'tirgani yo'q. O'tirishni bilmaydi janob men nimadir, bilmayman.
Janob mer, janob sudya bu tuzlangan deydi-yu ana u Kavkaziyas sirasida. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, Kejoxon, nima gap? Tinch-ku janob mer, ko'chada muammo yuzaga kelibdi. Ha, yuzaga keldi, hech kim ko'tara olmayapti. Sen ko'tardingmi? Yo'q, qayerdan ko'taraman? Men kuchim yetmaydi. Kuchingiz yetmagan narsa. Qayerdan men kuchim yetsin? Ha, to'g'ri. Nima qilmoqchisan? Nima qilamiz deysan? Maslahat ber. Bilmadim, ekskavatormi nimadir chaqiramizmi? Yo'q, bo'lmaydi. Qanday ichida nima bor ekan sandiqda? Bilmayman, ochib bo'lmayapti, kuchim yetmayapti dedi bu. Tushunarli. Unda men qanaqadir zirhli mashinami bir ekskavatormi shunaqa narsa olib kelaman borib. Mayli, shunaqa qil, tezlashtir faqat. Mayli unda ketdim. Aytgancha unga ham pul berish kerak, pul bersangiz degandim. Ha, hozir. Qancha bo'lar ekan uni puli? Hozir men internetdan ko'ray, tekshiray. 200 ta bo'lar ekan, janob 300 ta desam o'zim olib kelishim kerak. Nima deysan? Yo'q, 400 ta ekan. To'rstak? Ha, Olaver birinchi seyfdan. bo'ldi hozir mana. 1 2 3 4 ta. Bo'l janob mer, unda men ketdim. Bo'pti, tezlash. Mayli janob mer, sog' bo'ling. Akalar ko'rdinglarmi, 2 ta edi o'zi 400 ta pul oldim. 2 ta o'zimga foyda-da. Endi 2 ta nima qilaman, bilasizlarmi? Borib marojni yeyman, kanishni xotirimga nimadir olib kelaman, ko'ylak bo'lay. Janoblar demoqchiman. Jetellar hozir, короче, ekskavatorni nimadir olib kelaman, buni olib tashlaymiz. Bo'pti, tezlash iltimos. Yoqmayapti. Senga yoqishini kimdir so'rayaptimi? Jim o'tirlaring, ketdim короче. Va nihoyat qishloqqa ham yetib keldim. Juda ham sekin yurar ekan. Bor o'zi bu kuchli mashinada, kuchli mashinalar sekin yuradi. Endi buni bir amallab boshqa ko'chaga olib borishim kerak. Lekin qanday olib borishga tushunmayapman. Yerlarda surollarmikan? Surolmayapti-ku bu. Bu ham o'zi o'sha sandiq surolmaydimi deymanda, bu qor kuraydigan traktormi nima balo, bilmayman, hozir ko'ramiz короче. Avval sizlarga bitta buni obzorini ko'rsatay akalar, shuni tushaman mashinada. Orqasida короче, mavzuga e'tibor bermaysizlar, bu yer haydaydigan narsami, bilmayman, qanaydir g'alati narsa ekan. Mana o'sha suradigan narsasi. Bu qanday suradi? Hayronman, kuchi yetmaydiganga o'xshayapti. Atak traktor, cho'tki traktor ekan. Bor, 200 dollar berdim короче, 2 soat ishlatishga berishdi. 2 soatda hal qilib bo'lsam agar olib borib beraman keyin traktorda. Ket hayday chiqani. Yurmay qoldi-ku bu. Benzini tugagan shekilli. Hozir benzin olib kelamiz короче akalar. O'sha kelguncha benzini tugadi. Nahotki shunchalik tez tugasa benzin. Benzin olamiz, ikkita u yerda benzin ana bor edi, nima edi? Короче, benzin turadigan narsa bor edi. Nomi nima edi? O'sha narsa yo'qolib qolibdi nimagadir. Balki egasi olib ketgan, egasi yo'q edi, qishloqniki edi, u qizig'i. Mayli, mana bitta qo'ydik. Menimcha shu benzin tugagan to'shna, chunki o'zi benzin bilan yuradi-da bunaqa mashinalar. O'shaning uchun ham benzin tugagan degan qarorga kelibman. Qo'yamiz joyiga. Hozir ko'tara olmasam, lekin bilmadim uni kim bu yoqdan olib tashlaydi. Xotinim olib tashamasa kerak. Kalochi nima qilsa bo'ladi? Balki gigachat ko'tara olmagan narsa qayerdan xotin ko'tarsin? Xotinimga aytib ko'ray, xotinim karatega borgani. Karate nima aloqasi bor uni ko'chirishga, ya'ni ko'tarishga, ya'ni olib tashlashga, bilmadim xolos. Bu lekin surmayapti, chiqish narsani surmayapti akalar, hech narsani sura olmayapti. Kalochi yetellar, traktor keldi, qochlar. Uy, tushib ketdim. Qoshlaring demoqchi edim. Yo'lga hech narsa qilmabdi, surmagan hech qayerda. Meni surib turibdi. Surib turgan bo'lsa, qoch bu yoqdan qochish kerak, tushunamsanlarmi? Hozir sursam, shunday surib o'tib ketammikan, yo'qmikan sinab ko'ramiz. Agar sura olmasa, jalka bor 200 dollar. Hozir boshlaymiz. Ehtiyot bo'l, bizni ham surib yorma tag'in. O'zlaring qochib tursanglar, surmayman короче. Qani, let's go unda. Qochib tur. O'tib ketdi-ku bundan. Sura olmayapti-ku bu. Kuchi yetmas ekan bu mashinangni. Mashina meniki emas, men olib kelgandim. Kuch yetmas ekan rostdan ham, realni. Mayli, buni orqa-roqqa haydab qo'yan. Qanday qilamiz endi bilmayman akalar. Hozir nima qilishga ham tushunmayapman, bor. Короче, jetellar. Bu narsani umuman bir tinch foydasi yo'q ekan. Ikkita pul просто jalga ketib qoldi. Hozir bitta odam bor, ya'ni ko'tara oladigan. Kim bor? Xotinim. Jindimisan, xotin kishi ko'tara olmaydi buni, erkak kishi ko'tara olmagandi. Uka, xotinim karatega borgan. Karate nima aloqasi bor ko'tarishga? Bilmadim, o'shanga baribir bir chiqmagan jondan umid deganda aytib ko'rayda. Mayli, ayt. Ko'tara olsa lekin bitta BMW mandan. Rostdanmi? Ha, rostdan bitta BMW mandan. Bo'ldi kelishdi. Yoki 5 tasha. Seni 5ing yo'q aytgancha. Bo'pti, hozir olib kelaman xotinimni. Xotin qaydasan? Xotinimni hozir chaqirib kelib ko'taradi xotinim. Kerak ko'tarib tashlaydi. BMW'li bo'lamiz. Qaniydi? Xotin qalaysan? Yaxshi turib kechirasan. Короче, bitta sandiq bor ekan. Ko'tara olasanmi? Sen karatega borgansan, to'g'rimi? Ko'tara olmaysanmi? Ko'tara olasan-ku, to'g'rimi?
ko'tarasanmi? Bo'pti, unda men ketdim, sen tayyorlanib bor, xo'pmi? Sen baribir chiniqib borishing kerak-ku. Bo'ldi, короче, ko'taraman. Ko'taraman dedi, ko'tarib tashlaydik kerak, lekin men ko'tarilmaganimni bilsa, lekin ustimdan kulishi mumkin. Ustimdan kulsa kulaversin. Muhimi meni xotinim bor. Короче, tayani endi jetellar, короче, hozir xotinim keladi, 3 ko'tarib tashlaydi. Tushunamsanlarmi? Ko'taradi hozir. Qani xotining qachon keladi? Havoz kelib qoladi, sabr qilib tursanglar, chunki u tayyorlanib kelish kerak edi. Tayyorlanib keladimi? Mana keldi mana. Hozir xotin galoj mana shu ko'tarish kerak, boshqa joyga olib tashish kerak. Tushunayapsanmi? Tushunyapsanmi? Bo'ldi mana. Tushunib ko'ryapsizlarmi? Ko'taradi. Davay, ko'tarsin-chi. Mana hozir qaranglar. Xotin. Va ana ko'tardi. Ko'ryapsanlarmi? Sanlar ishonmadinglar. Xotin doim mana bu yoqqa uzoqroqqa olib borib tashlab kel, xo'pmi? Kerak emas narsa ekan. Tushunayapsanmi? Gapimni tushundingmi? Bo'pti, ana tushundi. To'xta aytgancha. To'xta xotin, uyimizga olib borib qo'y. Bu bizga kerak bo'ladi-yu, bu sandiqda o'zimiz foydalanamiz. Uyga borib qo'y. Qani jetel, qani BMW bermay. Qani BMW? Ana quduqning oldida turibdi ko'k. Shumi? Ha, shu. Bu eski BMW-ku. Nima farqi bor? BMW beraman dedimmi? Ha, Bo'pti, mana shunda boshqa BMW yo'q senga. bo'pti, xasta ekansan, короче. Shu bo'lsa shuni olib ketaman, mayli. Zato yo'qdan ko'ra bor, mana shu BMW ham bizga bo'laveradi. Endi buni uyimni oldiga haydab boraman, ana traktorni yo'q qilish kerak birinchi o'rinda. Mayli, birinchi bu BMWni uyimni oldiga borib tashlab kelay, keyin qoch jetel. Buni ham benzin tugabdi-yu. Benzin solib qo'ysanglar bo'lmaydimi? Mayli, birinchi buni yo'q qilib kelayin. Короче, akalar, birinchi bor janob merga aytish kerak. Traktorni ham janob merning uyining oldiga haydab borayin. Borib aytib ketaman birdan janob merga. Traktorni ham janob merning uyining oldiga borib qo'yib, 2 soat ishlatishimiz kerak. Hali yarim soat ham 1 minut ham ishlatganimiz yo'q. Ishlatib boshlangandan keyin hisoblanadi vaqt. Tak ishlatmaguncha vaqt hisoblashmaydi. Tak hozir qanday bursam bo'ladi? Qoshlaring urib ketaman traktor bilan. Traktor haydayapman, ko'ryapsanlarmi? Sen bir traktor haydamaykan, hamma bildi o'zi. Hamma bilsin, ko'ryapsanlarmi? Traktor oson narsa emas haydash. Buni haydayotganimda o'zi vahshiy katta, o'zimga ham katta nima edi? Короче, katta bonusmi bilmayman, короче, katta narsa. Asta. Ay, yaxshi. Burishni ko'ryapsanlarmi? Voy, hech kim ko'rmayapti, aytgancha ko'ryapsanlarmi deyapman. Jetellar naryoqda qolib ketdi-yu. Tak, mana shu yerda tura tursin bu. Janob meri kirib aytib chiqayin. Bo'ldi, mana shu yerda tura tursin. Joyda qo'zg'ab ketyapti, ish qilib yurib ketmaydimi? Yurmasa kerak bo'ldi. Короче, lekin takoy traktorga kattagina buni boshqarish ham anchagina qiyin ekan lekin. U vashchi yorib ko'rdinglarmi akalar, shunaqa narsalardan boshqarishni o'rganyapman. Janob mer, sandiqni olib tashladik. Traktor bilan oldingmi? Yo'q, xotinim ko'tarib olib tashladi. Serios? Ha, serios? Zo'r-ku, xotining bilan sen ko'chada birga yursang, unda hech kim senga tega olmas ekanda. Shu siz ham tega olayotgani yo'q? Yaxshi, bo'pti bo'lmasa, traktorni nima qilamiz? Bilmadim, 2 soat ishlatish kerak, pulni berib kelgandim. Unda borib birorta joyda surib tashlaysan, nimadir xullas 2 soat ishlatib turib, olib borib egasiga ber. Mayli unda, janob ber, men ketdim. Bo'pti, sog'mi? Mayli. Tak, endi bu traktorni nimadir qilish kerak rostdan ham. Mayli, traktor turaversin. Ana BMWga benzin quyib, tushunmadim. Voy, seni yarming qani? Men yerda ichiga kirib ketdim. Unda chiqib olarsan, ketdim. Aytgan, sen ana u ekskavator bilan chiqazib olsamchi? To'g'ri. Yo'q, hazillashdim. Mayli. Hazillashdingmi? Aniqmi? Olib kelay lekin. Hazillashdim deyapman, suray, asabni buzma. Seni asab. Seni urib bo'lmayapti. Tushunmadim. Men seni urib bo'lmayapti, to'y. Men seni urmoqchiman, lekin urib bo'lmayapti. Mayli. Короче, BMWga benzin quyib uyga olib borayin. Voy, benzinni demoqchi bo'lyapman. BMWni muborak bo'lsin, BMWlar.